Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, sog'misizlar? Hozir urug' qo'ymoqchimiz. Restalka usulda qo'yamiz. Qora olaga semental bilan limuzin urug'ini qo'yamiz. Bo'limizga. Hozir. Talabimizni kestirmaydi. Zo'roqdan turamiz endi. Urug' qo'yish. Hozir bunga semental limuzin ikkitasini qo'yibmiz bo'limizga. YouTube qonun qoidasi to'g'ri kelmaganlar hisobiga zo'roqda olib turamiz. O'zimiz mol, bu bolasi 3 oylik bo'lib qoldi past. Bolasini bo'ylari ham 90 ga plyus 90 chiqib qolsa kerak. Hali ham emeli 8 litr suti bor o'zini, onasini. Bola xunajon. Bola ham pochka. Asosan tagida yuradi. Qop-qora bolalarga. Qiziqqanlar tovuqlar bor, qushlar bor. Bularni ham bir xil ko'rsatib qo'yadikmi? Qushxonamizda doim videoda aytib o'tamiz, Qudrat qushchi deb. O'zini hech ko'rsatmaganmiz. O'zimiz uyimizda qushlar bilan qiziqqanlar bilan sotuvda ham bo'ladi, doimiy holatda ehtiyot. Qushlarimiz xudo xolasa hammasini kanizani so'q, popular bilan bolaga tayyor, bola o'chib turgan qushlarimiz bilan. Xolos aloqaga chiqaverasizlar kimga kerak bo'lsa. Mana bu tayyor bolasini olib chiqibdi. 3 ta bola yerda turibdi. Mana bunda. Mana ham pastda bitta tushibdi yerga. Hammasida o'zi bola borda, bular tayyor. Bolali qushlar. Bolalar turgan qushlar. Hozir urug' ko'rsatish jarayonida buni ham ko'rsatib o'taydim. Mana nimaiki YouTube qonun qoidasi to'g'ri kelmagan hisobiga zo'roqdan video qildik. Molxonamiz uchun tayyor joy, mana sulas uchun, yem uchun qilingan joy. Bu bag'da bolasi addendan quyvorib yuradi, bu onasini joyi. Mana shular turamdi. Bo'ldimi o'zi opshi? Bo'ldi ekan, xudo xolasa. Qo'lga suv bor, tayyor. Hop, yakunladik videoni. Aka nomerini qoldirib ketamiz. Namangan bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar.